Assalomu alaykum. Bugun Google Sheets'da ikkita sheetsni, ya'ni ikkita faylni bir-biriga bog'lashni, bitta fayldan ikkinchi faylga ma'lumot tortishni o'rganamiz. Mana bizda bu ma'lumotimiz bor. Sum ifs yillar kesimida degan dars uchun qilingan faylimiz bor. Bu fayldagi xuddi mana jami listidagi ma'lumotni bu importance darsi uchun tayyorlangan faylga tortishimiz kerak. Buning uchun bizga importance formulasi kerak bo'ladi. Bu formulaga biz bu faylimizni silkasini olamiz, kopiya qilamiz. Mana. Endi bu faylimizga qo'sh tirnoq ichida importance formulani yozib, unga silkasini tashlab qo'sh tirnoqni yopamiz va nuqtali virgul. Endi u fayldagi qaysi listni qaysi diapazonni tanla deydi. Bizga mana jami listi kerak ekan. Jami listi nomini kopiya qilib, qo'sh tirnoq ichida jami listi A'dan qayergacha? Hni oxirigacha tortamiz. A'dan Hni oxirigacha. Qo'sh tirnoqni yopamiz, formulamiz. Endi bizga bunda tortishga ruxsat so'raydi. Allow access deb bossak, hamma ma'lumotlar, o'sha ma'lumotlar tortiladi. Buni endi formatini o'zimizga moslashtirib olamiz. Ma'lumotlarni o'zimizga moslashtirib olamiz. Formatlarni to'g'rilaymiz. Mana. Ma'lumotimiz tayyor. Bu yerda biz o'zgarish qila olmaymiz, faqat shunchaki ma'lumotlar tortilgan bo'ladi. Mana bu yerga yozsak, formula xatolik chiqadi. Buni mana to'g'rilab qo'yamiz. Mana o'sha ma'lumotlar tortadi. Xuddi shunday sizlar ham foydalansalaringiz